Sizda bel grijasi bor, operatsiya taklif qilishgan, lekin operatsiyadan qo'rqib qochib yuribsiz. Endoskopik usulda operatsiyalar atiga ruchkani qalinligida 7 mmlik teshik orqali kirib, grijani olishga asoslangan. Og'riqsizlantirish mahalliy og'riqsizlantirish ostida bo'ladi. Operatsiya davomida bemorlar bemalol gaplashib, suhbatlashib yotishlari mumkin. Quyidagi videolarda siz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Siz intervyu ketmaysizmi? Sizga o'xshagan nechta qiynalib yurganman ko'chada. Yurolmay. Ha? Yurolmay. Ha? Bereketli olsun. Zimlagilar tuturib, mana o'zimizdan bo'lib operatsiya qilamiz. Amma vaqti emas endi. San so'ramay, vrach nechta vrachda tanishim bor edi. Hammasi aytib so'ramoqchi. Charchamadingiz Fasil Ne'matulla. Ko'rib turganlaringiz bemordagi grija massasi. Ajratib olingan grija massasi mana shunaqa ingichka instrumentlar bilan odamda umurtqasida chiqqan grijani endoskopik usulda ajratib olamiz. Mana bu yerda mana 5-L5S1 sohasida mana ko'rib turibsizlar, kattagina grija bor. O'sha grijani chap oyoqqa boradigan nerv siqib qo'ygan. O'sha grijani endoskopik usulda ajratib olingani bu. Avvalambor mana shu klinikaga kelganimdan xursandman. Onam Ibragimova Muborak mana shu klinikadan shifo topdilar. Onamning oyoqlari osmonda turib, umuman oyoqlarini yerga tushira olmadilar, nervlari qisilib qolgan. Mana bitta 4-5-umurtqa pog'ona bunaqa qiyshayib yotibdi, qimillab yotibdi. Har xil xayol miyamdan rosa o'tdi. Operatsiya qanaqa o'tadi? Pul topiladigan narsa, lekin ota-ona topilmaydi hech qachon. Xudoga shukr, hammasi yaxshi o'tdi. Nima kerak bo'lsa qilishdi. Qo'llaridan kelgancha harakat qilib, mana Xudoga shukr operatsiyadan ham eson-omon chiqib oldilar. Kattakon rahmat deyman sizlarga ham qo'lingizdan kelgancha shuncha yordam berganlaringiz uchun. Bizga o'xshab, menga o'xshab adashib, u yoqqa bu yoqqa sarson bo'lganlarga aytaman. Hech qachon bunaqa adashmanglar. Mana shunaqa og'riq bo'ldimi, mana shunaqa ujinslari bezovta qilib, nerv qisilib qoldimi, mana shu Jeskisov klinikasiga yetib kelishingizni so'rayman. Rahmat kattakon. Yaxshimisiz? Zo'r, hammasi yaxshi. Hozir operatsiya jarayoni ketyapti sizda. Ha. Og'riqlarni sezmayapsizmi? Yo'q, og'riqlar hech narsa sezayotgan yo'q. Yaxshi. Hammasi zo'r ketyapti. Qanaqa siz o'ylagandek emasmikan? Yo'q, bunaqa emas ekan. Hammangizga rahmat, zo'r. Qo'rqishdan keragi yo'q ekan. Qo'rqish kerak yo'qmi? Yo'q, qo'rqishdan keragi yo'q ekan. Bemorda shu endi muammo bor, ya'ni simptom qanaqa? O'sha 10 metr yura olasiz? Ha, to'g'ri. 10 metrdan keyin o'sha yura olmaysiz yo'g'i. To'g'ri. 10 metr yura oladi, chunki 3-4 reanimatsiyada grija bor, intilis kanalda stenoz bor. O'sha kanalda deyarli 80-90% yopilib qolgan. Bundan tashqari ham ikkita o'rinda 2-3 ta, 4-5 ta ham kanalda stenoz bor. Xullas bemorda bittada 3 ta o'rindagi muammosi hal qilinyapti. Bu yarim soat vaqt oladigan operatsiya, har bitta o'ringa yarim soat vaqt ketadi. Chunki ko'p bemorlarda bitta o'ringa emas muammo, birdaniga 2 ta, 3 ta, ba'zida 5 tagacha muammo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun agar faqat bitta muammoni hal qiladigan bo'lsak, misol faqat 3-4 operatsiya qiladigan bo'lsa, bu polyatsiyaning to'liq rezultat bo'lmaydi, chunki qolgan o'yinlarda ham o'sha kanallar yopilib yotdi. Har qanday bemorda ko'rish kerak, nechta o'rin bo'lsa, maksimum 5 tagacha o'rin bo'lsa, bittada endoskopga kirib hammasini hal qilsa bo'ladi. 5 tadan ko'p bo'lsa, 2 ta etapda qiladi. 5 tadan ko'p juda kam o'xshaydi. 5 tagacha kanalda stenoz, 5 ta grijasi desa, qanday bittada hammasini olsa bo'ladi. Bel grijam bor, nima qilishim kerak degan savol bor. Men sizga javob beraymi? Eng birinchisi mutaxassisga murojaat qiling. Hozirgi paytda bizning markazimizga juda ham ko'p asoratlar bilan bemorlar murojaat qilib kelyapti. Buni sababi ilmsizlarcha oliy ma'lumotga ega bo'lmagan insonlarga murojaat qilyapti. Ya'ni tabiblarga, o'sha grijani davolayman degan qo'shtirnoq ichidagi insonlarga. Buni bitta yechimi bor. Siz
mutaxassisga murojaat qiling, birinchisi. Ikkinchisi, agar oyoqda ketmaydigan uyushish, oyoq kuchini yo'qolishi, sezgini pasayishi, katta va kichik hojatlarda o'zgarish bo'ldimi, zudlik bilan ortoped vertebrolog yoki neyroxirurgga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu tavsiyani esingizdan chiqarmang va o'shanga yarasha harakat qiling. Shuncha azob chekdim. Men sizlarga nomlarini aytishim mumkin. Chasni ochib olgansanlarda, keyin tuzataman. Keyin kirish bilan pul chiqib ketguncha pul. Lekin natija yo'q. Biz bergan narsani oila bola-chaqa yetkazasizlarmi? Halollab yegizinglar-da. Yo o'ldiringlar. Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga men murojaatim yaqin bir 4 soat operatsiya qildi. Bo'ynimda 3 ta joyda qisilib turibdi ekan umurtqa. Mana bu 3-kun ertaga ketyapman. Qanday operatsiya qilganini bilmay qoldim. Mana shu yerga kelinglar, mana shu Chimazorda. Hokimiyat yonida turibdi. 6 tashkar. Xuddi bizga o'xshagan bemor opa-ukalar mana shu joyga kelinglar. Mana shu yerdan shifo topasizlar, xudo xolasa. Shu joyga kelib biz hammasini ko'rdik. Iloyim topgan tutganlarni hammasiga baraka bersin. Shunaqa kadrlar ko'payaversin. Yosh, hammasi yosh yigitlar. Ishonmasalar kelinglar mana shu yerga. Buni barakani yordirgan. Xudo xolasa 20 kunda kelaman, ya'ni belimda 4 ta o'sha grijani ochqizib berman dedi. Ha, yana bir aytaman sizlarga rahmat. Oilangiz har doim tinchlik bo'lsin, kasblaringga baraka bersin. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizda belgi rejasi bor, operatsiya taklif qilishgan, lekin operatsiyadan qo'rqib qochib yuribsiz. Endoskopik usulda operatsiyalar atiga ruchkani qalinligida 7 mmlik teshik orqali kirib, grijani olishga asoslangan, og'riqsizlantirish, mahalliy og'riqsizlantirish ostida bo'ladi. Operatsiya davomida bemorlar bemalol gaplashib, suhbatlashib yotishlari mumkin. Quyidagi videolarda siz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Siz intervyu ketmaysizmi? Sizga o'xshagan nechta qiynalib yurgan bu ko'chada? Yurolmay. Ha? Yurolmay. Ha? Baraka topsin. Zimlarlar tutirib, mana o'zimizdan bo'lib operatsiya Hamma qilamiz. vaqtda ham endi san so'ramay, vrachda tanishim bor edi. Hammasi aytib turaman. Xon oldi. Assalomu alaykum. Alloh akbar. Qalaysan aka? Zo'rmi? Avvalroq kelmaymanmi? Nechta tabibga bordingiz? 3 ta. 3 ta tabib. 4-katta tabiblar sizlar. O'qigan tabiblar. 4 oyoqlab yurib bo'lgandan keyin keldik. Assalomu alaykum azizlar. Men shu dargohga kelishimga 2 ta o'g'lim ko'tarib olib keldi. Shunday oyoqlarim ishlamay qoldi. Tashxis qo'ydilar. Bel umurtqasidan churra bo'lgan deb. Bittasi 1,5 santimetrga yaqin, 14 millimetr ekan kattaligi. Bittasi 8, yana bu 3tasi kichkinaroq ekan. 3 kun, 4 kunda mana oyoqqa qo'ydi. Yuribman Xudoga shukr Allohga. Shunday ilmli o'qigan millatdoshlarim borligidan xursand bo'ldim. Rahmat yigitlarga. Shunaqa bir yaxshi sharoit qilib qo'yibdi ekan. Xonalari keng, yoziq, televizorlar. Mana yuribman oyoqda, Xudoga shukr. Shuni televizordan qo'yinglar, odamlar bir ko'rsin. Meni ko'rdi, qanchasi, qayer joyda. Mana rahmat yigitlarga. Omadlaringni bersin, yigitlar. Opa, qanday bo'lding? Og'riq oldimi? Qanday taassurotlar? Taassurotlari yaxshi, Xudoga shukr. Hozirgi vaqtda operatsiyadan keyin o'zimni yaxshi his qilyapman. Kechagi og'riq bo'lgan paytda juda og'ir holatda edim. Bugun operatsiyadan keyin Xudoga shukr, hammanglarga rahmat. Shunchalik mana turdim. 8-9 soatdan keyin oyoqqa yuryapman. Kecha faqat yotishi ham ilojisi bo'lmagandi. Og'riqlar juda kuchli edi. Hozir yaxshiman, Xudoga shukr. Hammanglarga rahmat, ishinglarga omad. Shu klinikaga murojaat qilinglar. Men ham ishonmasdim o'zi. Tomografiyalarni o'qib aytishgandan tushundim. O'zim ham hamshiraman chunki juda o'pitli ish ustalari ekan. Hammanglarga rahmat. Xursandmisiz? Xursandman, Xudoga shukr. Yaxshi. Ilohim aytganingiz. Oyiga 100 ta operatsiya. Bu 100 ta operatsiya biz markazimizda amalga oshiriladigan 1 oylik operatsiyalar soni va ularning aksariyat qismi 80% da ortiqcha vazn bor. Ortiqcha vazni bor odamlarda ikkita muammo bo'ladi. Birinchisi ortiqcha vazn, ya'ni umurtqalarimizga tushadigan og'irlik o'sha ortiqcha ravishda kun davomida o'sha disklarga tushib turadi. Bu birinchi muammo, ortiqcha vazni. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha vaznni orttirgan 95% da
gipodinamiya bo'ladi, ya'ni kam harakatlilik. Kun davomida o'tirib ishlash yoki mashinada borish. O'sha natijasida umurtqamizda tutib turadigan mushaklar atrofiyaga uchraydi, ya'ni zaiflashadi. Umurtqamizga tushib turadigan mushaklarning zaiflashishi natijasida, demak, 2 barobar ham ortiqcha vazn evaziga, ham mushaklarning zaiflashishi evaziga disklarda o'zgarish vujudga keladi va bel grijasi paydo bo'ladi. Shuning uchun ortiqcha vazni bor insonlar ahamiyatli bo'ling. Sizda bel grijasi uchrash foizi juda ham yuqori. Sizni mana shuncha paytdan beri qilib kelgan grijadan qutuldingiz nasib bo'lsa. Buni qarang. Nimaga o'xshaydi? Mana shu narsa disk umurtqalar orasida mana shu narsa bo'ladi. Tushunamsizmi? O'sha yirtib chiqadida oyog'ingizga ketadigan nerv chiqib qo'ygan. Mana shu narsa azob beryapti sizda. Ko'ryapsizmi? Zichligi ham juda qattiq. Buni dori-darmon bilan eritib bo'lmaydi. Nimasi? Mana Qon tomirlarida o'sha qismayotganmi? Nervingizni qisib qo'ygan. Nerv qisib qo'ygan. Mana qarang kattaligini. Buni dori-darmon bilan boyaga qilgan foydasi yo'q. Davolagan foydasi yo'q-da, bekorga pul ketgan holat. Nasib bo'lsa inshaalloh qutuldingiz. Biz aytganimizni qilib yursangiz, keyin sizni bezovta qilmaydi. Bo'ldi, doktor, qo'lingiz dard bo'lmaydi. Sog'ayib keting, omon bo'ling. Amin. Turnik tortini bel grijangizni yo'qotmoqchimisiz? Bu aslida xato. Hozir qabulimga shoshilinch ravishda bitta bemor murojaat qilib keldi. Bemorni MRT qildirib ko'rdik. Bemorda juda ham katta grija massasi mavjud. Bemor nima qilgan? Bemorda bizga kelishidan oldin MRT qildirgan vaqtida bel grijasi aniqlangan va unga kimdir turnikka tortinsang bel grijasi yo'qoladi degan tavsiyani bergan. Bemor turnikka tortinish mashqini bajargan va turnikdan osilib sakrab tushgan vaqtida umurtqa pog'onasi diskidagi grijani massasi umurtqa kanaliga juda ham katta bo'lib yorib chiqib ketib qolgan. Bunaqa vaqtda oyoqni qattiq nervni siqib turibdi va bemor og'ir holatda og'riq qoldiruvchi dorilarning hech qaysi biri ta'sir ko'rsatmayapti. Bemorni shoshilinch ravishda operatsion stoliga oldik va bemorni hozir operatsiya jarayonini amalga oshiramiz. Bu bilan nima demoqchiman? Agar sizda bel grijasi aniqlangan bo'lsa, hech qanday shifokor nazoratisiz, o'zboshimchalik bilan har xil davolash usullarini qo'llab ko'rmang. Oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Ushbu videoni turnikka tortinish orqali bel grijasini yo'qotmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying. Ushbu video ota-onasiga befarq bo'lmaganlar uchun. E'tiborli bo'ling, agar ota-onangizda ushbu belgilardan biri bo'lsa, uzoq masofaga yura olmaslik, yurganlarida oyoqlarining kuchi yo'qolib, oyog'imda jon yo'q deyishadi. Bir parcha to'xtab, yana yurishadi. Ku vaqt tik turganlarida yoki yurganlarida bel sohasi, ko'ymich va oyoqlarda og'riqning kuchayib borishi bo'lsa, katta va kichik hojatlardagi muammolar, tutolmaslik yoki kech kelish belgilari bo'lsa, ushbu holatlar umurtqa stenozi kasalligi, ya'ni umurtqa kanalining torayishi belgilaridan biri hisoblanadi. Qarichilikda bo'ladi-da deb o'tib ketish kerak emas, balki tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak bo'lgan holatdir. Biz jamoamiz bilan yil oxirigacha bepul tibbiy ko'riklarni tashkil qilganmiz. Ushbu raqamlardan Telegram orqali bizga murojaat qiling va MRT xulosalarini yuboring. Biz sizga to'g'ri tashxis qo'yish va davolanishingiz uchun yordam berishga tayyormiz. Mana bo'shab turgani umurtqa pog'onasi maketi. Oq ko'rinib turgan umurtqaning suyaklari, bu shaffof ko'rinayotganlari umurtqalararo disklar hisoblanadi. Bel grijasi qachon paydo bo'ladi? Qanday paydo bo'ladi degan savol aslida chuqur mohiyati shundaki, umurtqalararo disklar alohida qon tomir bilan ta'minlanmagan. Bular diffuz yo'l bilan oziqlanadi. Tasavvur qilish uchun gubka bo'ladigan bo'lsa, o'shani suvda qo'limiz bilan qisib qo'yargan vaqtimizda ichiga suv kirib chiqadi. Xuddi o'shanaqa harakat natijasida moddalar almashinuvi kirib chiqishi, kislorod kirib chiqishi natijasida oziqlanadi. Agar inson ko'p o'tirib ishlaydigan bo'lsa, umurtqa pog'onasi mashqlarini davomli ravishda bajarib yurmaydigan bo'lsa, bu disklardagi oziqlanish buziladi. Buzilishi natijasida degeneratsiyaga uchraydi, ya'ni o'la boshlaydi. Qachonki inson o'sha holatda yurib, qaltis harakat qilsa yoki og'ir yukni noto'g'ri ko'tarib qo'ygan vaqtida umurtqalararo disk churrasi paydo bo'ladi, ya'ni bel grijasi paydo bo'ladi. Odatda bemorlarimiz bilan muloqotni ish vaqtimizdan keyin amalga oshiramiz. Xabarlaringiz bo'lsa, bepul onlayn konsultatsiyalar tashkil qilganmiz. Bizning Telegram profilimizga bemorlar o'zining shikoyatlarini, MRT xulosalari, plyonkasi yoki elektronsini tashlab berishadi. Yordamimiz nimadan iborat bo'ladi? Bemorlarga konservativniy dori vositalari, fizioterapevtik va o'zimizni saralab qo'ygan mashqlar bor, mashqlarni tashlab beramiz. Agar bemordagi shikoyatlar jiddiy bo'ladigan bo'lsa, offlayn konsultatsiyaga chaqiramiz. Bu ham bepul. Jamoamiz bilan konsilium qilib, bemorni shifo topishga yordam berishga harakat qilamiz.
Sizda belgi rejasi bor, operatsiya taklif qilishgan, lekin operatsiyadan qo'rqib qochib yuribsiz. Endoskopik usulda operatsiyalar atiga ruchkani qalinligida 7 millimetrlik teshik orqali kirib, grijani olishga asoslangan. Og'riqsizlantirish mahalliy og'riqsizlantirish ostida bo'ladi. Operatsiya davomida bemorlar bemalol gaplashib, suhbatlashib yotishlari mumkin. Quyidagi videolarda siz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Siz intervyu ketmaysizmi? Sizga o'xshagan nechta qiynalib yurgan bu ko'chada? Yurolmay. Ha? Yurolmay. Ha? Barakat topshirib. Zimlagilar tutirib, mana o'zimizdan bo'lib operatsiya Hamma qilamiz. vaqtda ham endi san so'ramay, vrach nechta vrachda tanishim bor edi. Hammasi aytib chiqaman. Bemorimiz Isaboyev Tojikiston davlatidan tashrif buyurganlar. Shoshilinch ravishda operatsiyaga oldik. Ikkita urovenda muammolari bor, ikkita segmentda muammo bilan demak nogironlik aravachasida olib kelindi. Og'riqlari juda ham kuchli. Qo'y rostmi, chapmi aka? Hozir demak bemorda spinal usulda umurtqa pog'onasi bo'yicha ishlaymiz. Hozir O'zbekistonda yangi usul bor, shu lazerda olib tashlash. Siz borgan paytlarda ochiq qilgan operatsiyalar. Shuning uchun qo'rqqansiz, men oyam ishlamay qoladi. Men hozir endoskopический deydi, lazerda belgi rejasini umurtqani olamiz. Mana bu umurtqa maketi bo'lsa, ruchkani qalinligida teshikchadan kirib, shu grijani olib tashlaymiz bizlar. Soatimiz 6 ga yaqinlashyapti. 4-operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetyapti. Hozir operatsiya bo'lgan bemorlardan bir sira xabar olamiz. Qalay, patsientlar yaxshimi? Qandaysiz? Kayfiyatlar? Og'riqlar qoldi. Operatsiya o'tdi. Endi xonaga chiqaringlar deyapsiz. Uni gaplashamiz. Oyoqlarni bitta ishlatingchi. Zo'r. Uni gaplashamiz. Tak, bitta bo'yin bilan keyin buxorolik opamiz bor. Hamma bemorlarimiz holati yaxshi. Xudo xolasa oxirgi operatsiyani ham chiroyli yakunlanib olishsa, kunimiz xayrli tugaydi. Bilmez idim dert veren derdimin dermanları. Ishtixonni qayerdan edingiz? Ishtixon qayer o'zidan? Telmon ko'chadan? Qanday bir fikr ayting qani? Og'riqlar qoldi, xudo xolasa. Siz o'ylaganchalik qiyin emasmikan? Operatsiyadan qo'rqib yotdingiz? Ha, yaxshi. Shu endoskopический usulda shunisi yaxshi-da. Kecha operatsiya bo'ldingiz, mana bugun sizga javob beryapmiz. Endoskopik usulda bo'yningizdan grijani olib tashladik. Endi xalq tilida lazer deydi. Boshda shu Shavkat aytganini qilmadim-da. Shavkat aka neyroxirurg nima deydi? Boshda aytibdi, choppa yiqib, boshda qildirib tashlash jo'raga. Baribir foydasi yo'q deyibdi. Tinchgina. Boshda shu ko'rgandan o'z birinchi o'g'lim shunga ko'rsatuvdim-da. Ha. To'g'ri maslahat bergan. Endi ozroq o'zingizni qiynabsiz-da. Qo'rqdim rostdan. Hech qisi yo'q. Hechdan ko'ra kech. Qo'lingizdan ko'rmasin. Mayli. Salom, bugun sizlarni parda ortiga zamonaviy endoskopik operatsiya xonamizga olib kiraman. Bu yerda texnologiya va tibbiyot birlashadi. Ish aslida kesishdan boshlanmaydi. Operatsiyadan oldin biz bemorning emergency tekshiruvini kompyuterda ochib, har bir millimetrini sinchiklab o'rganamiz va reja tuzamiz. So'ngra navbat rentgen apparatiga keladi. Skopni, ya'ni kameramizni kiritishdan oldin suyaklarni aniq ko'rish va to'g'ri yo'nalish olish uchun aynan shu apparat bizga yordam beradi. Mana bu esa bizning sehrli tayoqchamiz. Bu endoskop. U orqali biz bemor tanasining
ichkarisini xuddi kaftdek aniq ko'ra olamiz. Yonimizdagi bu suv flakonlari nega kerak deysizmi? Bu maxsus suyuqlik operatsiya maydonini yuvib, tasvirni tiniqlashtiradi va bizning xavfsiz ishlashimizni ta'minlaydi. Ekran qismi jarayonning eng qiziq qismi. Xuddi video o'yinlariga o'xshaydi. Biz qo'limizdagi asbobga emas, to'g'ridan-to'g'ri ekranga qarab ishlaymiz. Qo'l va ko'z harakatlari parallel bo'lishi shart. Ekranda katta ko'ringani bilan aslida bu instrumentlar juda mitti. Mana shunday nozik harakatlar evaziga bemorlarimiz tezroq oyoqqa turishadi. Ko'rib turganingizdek, zamonaviy tibbiyot bu kam jarohat va tez tiklanish demakdir. O'zingizni asrang, biz esa sog'lig'ingizni asrashga yordam beramiz. Sizda belgi rejasi bor, operatsiya taklif qilishgan, lekin operatsiyadan qo'rqib qochib yuribsiz. Endoskopik usulda operatsiyalar atiga ruchkani qalinligida 7 mmlik teshik orqali kirib, grijani olishga asoslangan, og'riqsizlantirish, mahalliy og'riqsizlantirish ostida bo'ladi. Operatsiya davomida bemorlar bemalol gaplashib, suhbatlashib yotishlari mumkin. Quyidagi videolarda siz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Siz intervyu ketmaysizmi? Sizga o'xshagan nechta qiynalib yurgan bu ko'chada? Yurolmay. Ha? Yurolmay. Ha? Barakat topsin. Zimlarlar tutirib, mana o'zimizdan bo'lib operatsiya qilamiz. Hamma vaqt emas endi. Sen so'ramay, vrach nechta vrachda tanishim bor edi. Hammasi aytib chiqaman. Nima bezovta qilyapti xola? Yaxshi, churib kelganmiz. MRT, ha? Bitta ko'rsam bo'ladimi? Toshkentda Chirchig'ida? Yaxshi. MRT ekan. MRT kerak, ko'pchilik adashib MSKda ko'tarib kelishadi-da. Tak. 8-da tushib. Aha. Kubayeva. Peshkom necha metr yura olasiz? Buncha ko'p yuraman. Peshkom yurasiz, oyog'ingizda og'riq yoki jon qolmaganday bo'ladi, o'tirishga joy izlab qolasizmi? Keyin o'tirib birpas dam olasizda, xuddi kuch yig'ganday bo'lasiz, yana turib yurishda davom etib ketasiz. Umurtqa kanalingizda torayish bor deb mendan oldin kimdir aytganmi sizga? Kanalingizda torayish bor, stenoz bor deyishganmi? Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlarga ajoyib yangilikni aytmoqchiman. Do'stlar, kimda grija bo'lsa, bel og'rig'i, oyoq og'rig'i bo'lsa, oliy ma'lumotli vrachlar jamoasi, ya'ni Grija Uz jamoasi bepul onlayn konsultatsiyalarni yo'lga qo'yishibdi. Mana profillari bemalol o'tib murojaat qilsanglar bo'ladi. Har doim hammalaringiz sog' salomat bo'lib, oyoqlaringizdan uch chaqnab yuringizlar. Charchamangizlar. Qandaysiz? Yaxshiman. Yaxshimisiz? Men bergan ichinalaringizni oldim. Aha. Nima o'zgarishlar bo'ldi mana shu bir haftani ichida? Avval oncha og'riq yo'q hozir. Aha. Kamaydi. Kam. Aha. Ikkinchi kun yurdim. Yurdingiz. Buni suyunmadi. Stol ushlab kelib. Ha, yurdim. Dedim, voy, shu doktorni ertaroq ko'ra qo'ysam deb. Hammat ayta qo'ysam deb shunday oldiriqdan kelsam bo'lmaydi. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Sog'ayib ketgan bo'lsangiz biz xursandmiz. Qo'llaringizdan ko'rmasin. Amin, aytganingiz. Ishlaringizga, kasb-korlaringizga baraka bersin. Amin. Rahmat. Shunchalik bizlarni sog'lig'imizga qarab binoyi qildingizlar. Bolalaringiz huzurini ko'ring, kasblaringizga baraka bersin. Hamisha Allohim asrab bersin. Amin. Sizda belgi rejasi bor, operatsiya taklif qilishgan, lekin operatsiyadan qo'rqib qochib yuribsiz. Endoskopik usulda operatsiyalar atiga ruchkani qalinligida 7 mmlik teshik orqali kirib, grijani olishga asoslangan, og'riqsizlantirish, mahalliy og'riqsizlantirish ostida bo'ladi. Operatsiya davomida bemorlar bemalol gaplashib, suhbatlashib yotishlari mumkin. Quyidagi videolarda siz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Siz intervyu ketmaysizmi? Sizga o'xshagan nechta qiynalib yurgan bu ko'chada? Yurolmay. Ha? Yurolmay. Ha? Barakat topsin. Zimlarlar tutirib, mana o'zimizdan bo'lib operatsiya Hamma qilamiz. vaqt emas endi. Sen so'ramay, vrach nechta vrachda tanishim bor edi. Hammasi aytib chiqaman. Qanday Muxtorov yurishlar o'zgargan? Hammasi to'pa-to'g'ri. Aha. Kelganda egri bo'lib kelgandim, ketadiganda to'g'ri bo'lib ketyapman. Qachon operatsiya bo'ldingiz? Kuni kecha 13-oktyabrda. 13-oktyabrda bo'ldingiz kecha. Men bugun endi sizga ruxsat beryapmiz, xudo xolasa. Shunday. Og'riqlar qoldimi? Og'riqlar yo'q, yaxshi. Siz qo'rqqanday qiyin emasmikan operatsiya? Qo'rqib qochib yurdim deyapsiz-ku. Operatsiyadan qochib yurdim endi. Ancha oson ekan bu. Ha. Yaxshi. Yaxshi o'tdi operatsiyangiz, xudo xolasa. Minnatdorlik rozi bo'ling. Mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'p. Markazimizda nafaqat O'zbekiston, balki O'rta Osiyo bo'yicha eng ko'p endoskopik umurtqa jarrohlik
amaliyotlari amalga oshiriladi. Hozir soat 6, 4-chi endoskopik amaliyot bajarilyapti. Operatsiyonda odatda bemorlarni operatsiya o'tkazgandan keyin ertalabgacha qayta tiklanish holatida nazoratda tutamiz va ertalab bemorlarni kontrol MRT qilamiz va operatsiyadan keyingi holatiga baho beriladi va vrachlar bilan birga ko'rilib, demak, muhokama qilinadi. Mana shunday bizda ish tartibi. Soat 8. Bugun oyning so'nggi kuni operatsiyalarimizda 6 ta amaliyot amalga oshirdik jamoamiz bilan. Hozir ishimiz degan kunlar, xudo xohlasa, uyimizga eson-omon ketib olamiz. Tak, endi sizlarga bitta narsani ko'rsataman, kelingizlar. Biz bemorlarni operatsiyadan keyin bir kun qayta tiklanish xonasida qarovga olamiz. Tak, bemorlarimiz ertalabgacha nazorat ostida qayta tiklov xonasida o'tirishadilar. Keyin esa bemorlarni ertalab operatsiyadan keyingi MRTlarini ko'ramiz. Mana bu yer bizda o'zimizni jamoamiz muhokama xonasi. Operatsiyadan keyin MRTlarni o'tirib, hozirgi operatsiyadan keyingi MRTsiga baho beramiz. Xudo xolasa oyni yakunlab oldik. Bu oy 87 ta umumiy amaliyotlar amalga oshirganmiz. Hammasi muvaffaqiyatli, chiroyli o'tgan. Ikkala sonni orqasi bilan mana shu quymish atrofida og'riydi. Lekin hozir chap oyog'im uyushib qolyapti, muzlab. Juda qattiq og'riq bor. Men to'g'risi ertaga operatsiyada og'riqdan qutulishga men ishonmayapman to'g'risi. Shuncha og'riq qanday yo'q bo'lib qoladi deb o'ylayapman. Chunki masalan erkak kishi chidashi kerak bo'lgan, menimcha bundan ortiq og'riq bo'lmaydi deb o'ylayman. Birdaniga qanaqasiga shu og'riq yo'q bo'lib qoladi deb o'ylayman. Bu bitta qarindoshlarim operatsiya bo'lgan, o'shani shu yerga keldim. Lekin ular oldirib ketib, yurib, ishini qilib yurishibdi, hozir yaxshi bo'lib ketishdi. O'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, Boyda tumanida tashrif buyurgan bemorimiz Xudo xolasa nasib etsa ertaga endoskopik usulda umurtqa pog'onasi tekshirasi, ya'ni bel grejasini bartaraf qilish operatsiyasini amalga oshiramiz. Batafsil video davomida kuzatib borishingiz mumkin. Ramami? Qalay o'zgarish? Yaxshi. Og'riqlar kamaydimi? Og'riq yo'q, yaxshi. Men ismim Sanjar. Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan kelganman. Grija bilan 1,5 yildan beri og'riyman. Qilinmagan lecheniya qolmadi, hammasini qildik. Lecheniyalar ta'sir qilmadi. Keyin shu internetdan ko'rganmiz, tanishlarimiz kelgan bu yerga. O'sha effektini ko'rib, shu yerga keldik. Mana bir kun tayyorlov, bir kunda operatsiya qilishdi. Hozir endi mana og'riqlar yo'q butunlay. Suyaklarim to'g'rilandi. Bir tomonga tashlab qiyshayib qoldim. Men shu to'g'ri bo'lmasam kerak deb o'ylavdim. 1,5 yildan beri bir tomonga tashlab qiyshirligimcha yuruvdim. Mana bitta operatsiyadan keyin ertalabga to'g'ri bo'lib qolgan, og'riqlar umuman yo'q. Hech yer og'rimayapti. Rahmat sizlarga, doktorlarga ham, qaray turgan hamshiralarga ham. Hammasi zo'r xizmat ko'rsatishdi. Operatsiyasi o'ylagandek qiyin emasmikan? Qo'rqinchli emasmikan? Yo'q, operatsiya men to'g'risi bunaqa oson, yengil bo'ladi deb o'ylamadim. Qo'rquv bor edi, chunki birinchi marta operatsiyaga kirib turganimga. Operatsiyaga kirmaydi, davolanib yuravergansiz. Ha, shu keyin operatsiya haqida noto'g'ri tushuncha bor-da. Operatsiya qilinsa 50 tegib ketsa u bo'ladi. Agar bu bir kunda bunaqa qutulishimizni bilganimda men allaqachon operatsiya. Chunki 1,5 yil davomida 50 million pulim ketdi-da, lekin men orqaga qarab ketsa ketdiki, yaxshilanmadi, tuzalmadi. Agar bu operatsiya bunaqa tez, shunaqa samarali, yaxshi bo'lishini bilganimizda birinchi operatsiya qildik. Bizlarda operatsiyamiz kam invaziv, o'sha grijani olib tashlashga qaratilganda, kichkinagina kamerachadan kirib, bizlar 25 marta kattalashtiramiz o'sha grija qilayotgan operatsiya maydonini. Keyin grijani olib tashlaymiz. Sog'ayib keting. Rahmat. Assalomu alaykum. ما از تاجیکستان میشیم، از شهر خوجند. همین
Abdujamil qo'y mo 5 سال eski dardishon همین گریج دیسک هم شینی پزاناشی هم انیمیان بود عذابشون زور بود لیچینی ها میکردن هیچ فایده نمیشد یک بار دو بار سه بار درد گرفته میایستاد اخیرش مجبور شدیم من تاشکند ما آمدیم ازبکستان ما آمدیم برادرای خدا ما اینجا من این کلینیکی جک صاف آمدیم اینجا من یعقوبوف احراجان دکتری بسیار به معنی دکتری بسیار دانا موی پیشواز گرفتن من دین اپراسی شدم دین اپراسی ناز گذاشت او داشتم من امروز علاقه پگاهش به جواب مواد خدا خواهد انشاءالله نه پاچکند نه گردننده هیچ جان درد نیست همه خرسند صحت سلامت ما بسیار منت داریم از همین دکترهای ازبکستان البته من رحمتای کلام توصیه خرسند یعقوبوف احراجان بسیار منت دارم و رحمتای کلام خدمت شما خدای خودش گرداند فقط یافتگاهشون توی بکار فرما ما خرسند منتدار ما Assalomu alaykum hammaga. Mana og'riqlar bilan kelgandik. Bugun hammasi zo'r. Xudoga ming qattiq shukr. Doktorlarga kattakon rahmat. Qo'llar dard ko'rmasin. Kelinglar sizlar ham og'riqdan qiynalmanglar. Men Surxondaryo viloyati Jorqo'rg'on tumanidanman. Temirov Rahmonqul bo'laman. Umurtqa grija bo'yicha kelib shu yerga davolandim. Mana 3-4 kun bo'ldi. Yurolmay xastada keldim. Xastada ham yurolmadim. Azob chap oyoqdan og'riq, uyushish, 1 metr yurolmadim. Hajatga chiqa olmadim. Mana 3 kun, 4 kun bo'ldi. Xudoga shukr turib mana yuryapman. Doktorlar mana juda otaqsiga rahmat. Hammasi juda yaxshi ekan. Operatsiyaga davr qiyin azobda. Gapirishma nima qilib bo'lmaydi. Vobshe qiyin edi. Yo'q, operatsiyada mendan oldin bir sherigim kirib chiqdi. Uni ko'rib ancha teklanib yaxshi bo'lib qoldim. Tomoshabinlarga mana kelsin. Uyda yotmasin. Bo'lmaydi. Men 1,5 oy yotib azobimni ko'rib oyog'im daji bunisidan chap oyog'im maydarib boshladi. Juda azobda kelgandim men. Bir minut yaxshi bo'lsam, ichimda xudolab keldim mana shu yerda. Mana yuribman Xudoga shukr. Juda yaxshi operatsiya. Juda yaxshi. Mana eshon bobomiz juda yaxshi. Bugun mana javob berar nasib. Rahmat. Менің есімім Гүлзира. Астана қаласынан келдім. Жүре алмай келген болатын. Кеше операциядан шықтым. Белімде 5 мм грыжа болатын. Қазір жақсы, аурудың бәрі қалды. Бүгін мені түп-түзу жүріп жатырмын. Рахмет, қолы өте жеңіл екен. Мыңда бір алғыс. Жұмыстарына өте күшті баға беремін. Operatsiya qadamlari lazerda kadan og'rig'i his namikinton so'zay hamma chizosh so'z apatosh xushriyay ya ro'zda men so'z shidam darda his namikini rahmat shuni qo'yam hozir 100 dan bo'lib ketyapti o'zi chunki men birinchi kelib yurganimda mana shu yerdan bir narsa meni urib turgandek bo'lardi u men yura olmadim qisib hozir shu klinikani hamma vrachiga hamma personaliga medsestra u borsa hammasiga juda ham katta rahmat ajoyib juda xursand bo'ldim sog'lig'im tiklandi xursandman javob berishyapti mana endi bundan buyoqqa o'zimga ehtiyot qilaman deb doktorlarga va'da beraman Operatsiya siz o'ylaganchalik operatsiya yo'q operatsiya qiyin emas ekan doktorlar juda mashhur juda kuchli juda opitni chet elligidan qolishmayotgan doktorlarimiz bor ekan bundan men nihoyatda xursandman va buni ko'rgan joyimda maqtab aytib yuraman xudoga ming qatla shukur soppa sog' chiqib ketyapman og'riqlardan qutuldingizmi kelganimda ahvolim juda og'ir edi 1 metr ham yurolmas edim mashinadagi ichida kelgancha ham baqirib kelganman bu yerda Kobulda ham baqirib turganman yo'q hozir yaxshi eson omon chiqib ketyapman hammaga katta rahmat sog' bo'ling salomat bo'lingizlar salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling rahmat qizlar rahmat Assalomu alaykum. Mening ismim Azada. Qozog'istondan kelgan bemorlarga qaraymiz. Bizning отделениеda endoskopik lazerda operatsiya istiladi. Men ismim Oygul, glавный операционный медсестраman. Bizda bemorlarga qo'ldan kelguncha yordam beramiz. Salomatsizlarmi? Mening ismim Amangul.
Bizda kunda lazerda operatsiya bo'lib жатadi. 5-6. Nomim Sitora, da markazimizda har so'l 1000dan ziyod amaliyot meshadi. Men ismim Fazilat. Markazimizda nafaqat O'rta Osiyo, balki MDH davlatlaridan bemorlarimiz keladi. Ularga shifo topib chiqib ketishligi markazimiz bilan yordam beramiz. Assalomu alaykum. Mana bugun dushanba, haftani kunini boshlab oldik, xudo xohlasa. Bepul konsultatsiyalarimizni boshlaganmiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Onlayn yoki offlayn ko'rib turibsizlar. Murojaatlar juda ham ko'p. Jamoamiz bilan ko'ra bemorlarga yordam berishga harakat qilyapmiz. Soat millari kechki 5:30 ni ko'rsatyapti. Bizda hozir 4-amaliyot amalga oshirilyapti. Bemorlarni odatda operatsiyadan keyin ertalabgacha kontrolni MRT qildirguncha qayta tiklanish xonasida saqlaymiz. Bemorlarning holati stabil, hammaligi yaxshi. Yaxshimisiz? Yaxshi yotibsizmi? Tak, oyoqlarni ishlatamiz. Aha, zo'r bo'ladi. Zo'r. Yonga yotib turasiz endi bir kuncha. Yon tarafga yotib turasiz bir kuncha. Bemorlarning holati yaxshi, stabil.